Hozirgi gaplarimni oxirigacha diqqat bilan eshiting, afsuslanmaysiz. Men 15 yoshimdan boshlab telefonimga tikilib, soatlab o'yin o'ynab, YouTube, Instagram ko'rib o'tirardim. Hozirda 60% yoshlardan biri aynan shunday. Lekin men 18 yoshga kelib shuni tushundim. O'yinlardan, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Instagramlardan hech qanday kelajak, ya'ni hech qanday foyda yo'q. Agar o'sha paytdan boshlab o'qiganimda, hozir butun imkoniyatlarimni yo'qotmagan bo'lardim. Siz hozir balkim 15, 16, 17 yoshda bo'lsangiz, hozir harakat qiling. Bugun o'qing, ertaga kech bo'ladi. Chunki kelajakda siz o'zingiz xohlagandek odam bo'lasiz. Men bu narsani to'g'risi ishga chiqib bildim, chunki avvallari shunday yurganman, ishga chiqmaganman. Ishga chiqqanimdan keyin shuni anglab yetdim. O'qishdan ko'ra ishlash anchagina qiyinroq ekan. Bu prosta hayotiy, nima deydi? Sizga hayotiy bir maslahat, o'zingizlar bilasizlar.